Assalomu alaykum. Mening ismim Alisher. Men bugun hayotimdagi muhim qarorlardan birini qabul qildim. Bugun 2026-yil 11-iyul va bugun 0-kun. Rostini aytsam, bugun men birinchi marta o'zimni videoga olyapman. Biroz hayajon bor. Shu sababli kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rab qolaman. Va aytib o'tmoqchimanki, bu videoni men boshqalar uchun emas, o'zim uchun olyapman. Ya'ni kelajakdagi o'zim uchun. Bolaligimdan beri o'zimga bir savolni beraman. Nega bu dunyoga kelganman? Lekin bu savolning javobini hali ham topganim yo'q. Lekin shuni bilamanki, men oddiy hayot kechirib, qachondir osmonga qarab, o'shanda harakat qilishni boshlamaganimga afsus qilishim aniq. Shuning uchun bugun shu kanalni ochishga qaror qabul qildim. Bu yerda siz meni haqiqiy hayotimni ko'rasiz. Ingliz tilini o'rganishimni, IELTS imtihoniga tayyorgarlik ko'rishimni, talabalik davrimni, omadsizliklarimni, umid qilamanki, muvaffaqiyatlarimni ham ko'rib borasiz. Men hech narsani yashirmoqchi emasman. Bu kanal mukammallik haqida emas, bu kanal o'sish haqida. Balkim bir necha yil o'tib, aynan mana shu videoni ochib, yaxshi ham o'sha payti harakatni boshlagan ekanman deyman deya umid qilib qolaman. Chunki har qanday o'sish birinchi qadamdan boshlanadi. Va meni birinchi qadamim bugun boshlandi.